noyobligini qarang, ranglarini ajoyibliligini qarang. Och-ko'k rangda ro'ziy bardoy setlari ham bor. Matosi shunaqa zo'r yumshoqqina, havo o'tkazadigan Xitoy mahsuloti. Razmerlar standart bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, 54-razmerigacha mavjud. Rubashkamizdan uzunligi orqani pulni yopadi va bunga moslab turib qarang, ranglariga moslab turib, mana bunaqa ranglari bir-biriga mos holatda shimimizga keldi. Gir aylana rezinka holatda, orqasi ham rezinka, yechishga va kiyishga udobniy, cho'mchilari bor. Og'lar kengligi, o'tirishga ham, turishga ham udobniy. Ofis variantidagi mijozlarimizga qidirib yurmaysizlar. Do'konimizga kelsangiz 10 minutda ishingiz bitadi. Ipodrom O'zbek bozor kelasiz. 4-4-2-do'kon va 4-4-13-do'konda shunaqa zo'r sifatli dvoykalarimiz mavjud. Bu dvoykamizda hozir eng katta razmer 54 bo'ladi. Bel aylanasini hisoblab aytaman 42 sm chiqdi. Biyodra tomoni esa 57, 58 yo 60 sm ekan. Son holatini o'lchab beraman. Son holati esa 36, 37 chiqdi. Bo'y holati 1.7, 1.8 sm chiqdi. Qarang, rubashkamizdan ahamiyat bersanglar. Aytgancha, bu rezinkani cho'zmagan holatida cho'zilaveradi, yana ozgina 2-3 sm cho'ziladi. Rubashkamizdan orqa yopiladimi deshadi. Mana orqa yopiladi. Old tomoni 71, orqa tomoni 73 sm chiqdi. Qorin aylanasini qarang. Ertaga ichidan futbolka, oq futbolkalar bilan bitta kiyasiz, o'rtoqlar bilan u yoqqa borganingiz uyaltirib qo'ymaydigan yaxshi variantlar keldi. 73 sm chiqdi. Xo'p, qo'li yoqasidan hisoblaganimda 76 Başta 77 chiqdi. Hop, spushinli bo'lgani uchun spushinli holatda hisoblayman 52 sm chiqdi. Qarang, zo'rmi? Hoziroq bizga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Hammalar do'konimizga kutamiz.